Joy so'rovlaring, mana aka joy, nimadan joy. Yo'l ustida turibdi. Tayyor joy. Gaz, svet, suv, hamma sharoiti bor. Mana bu binomiz, qurilgan binomiz, bu sotiladi, bu shu turishiga sotiladi. Bu tayyor, pulni bersalaring bo'ldi. Kadastr qilib ketadi, xudo xolasa. Mana shu yerdan 10 sotix o'lchab olasizlar. Yog'ida ham 10 sotix bor. Nari yog'i ham bu. Mana qirgacha 10 sotix chiqadi yog'i. Narigi tarafi. Bu yoqqacha o'lchab olasizlar. Yog'ida ham yana 10 sotix o'lchab beriladi orqasidan. Keyin o burchaklarda joy qoladi. Bu yerda общий 50 sotixmi shunaqa. Joy. 25 milliondan sotixi. RMga 1-2 so'm o'tib beradi ham. Savdolashasizlar. Mana bular tayyorlab qo'yibdi kadastrga hujjatlarini. Mana yo'lni ustida ko'ryapsizlar. Suv kelgan, ariqdan suv keladi, gaz bor, svet bor, suv bor. Yana nima kerak? Mana olinglar mana shunday joyda. Tez olib qo'yish kerak. Bu keyingi yil yana ko'tarilib ketadi narx-navosi. Bu hali egasi yaxshi narx-navoni bilmaydi hamma deb 25 milliondan bersa sotib yuboraman deb o'tiribdi.